Men bir kichkinagina tadbirkorman. Lekin bitta narsani o'zimga olganman shu yil. Shu yil ishlayman. Shu yil ishlayman. Topgan pulimni, lishni topgan pulimni faqat ehson qilaman. Alloh rozi bo'lsin. Topgan pulimni faqat ehson qilaman. Ularni kuzatib kelaveramiz Instagramimizdan. Ko'plar yordam qilish, men ham tushunsa, men ham qaytaraman deb Allohga tavakkal qilib kelaman akaga. Kunda ham zo'rini tanlab kelibsiz jumaga. Alloh rozi bo'lsin akaga. O'zim to'g'risini aytaman, o'zi ish bo'lmayman akmal aka. Mana Orzu bozorida turaman. Tushundim. Qayerga turasiz? Orzu bozorida turaman shu. Bekka. Alloh rozi bo'lsin. Bu Bular tug'ma akaga. Zavodskoy. Ha, tug'ma akaga. Shunday akaga. Shu ahvolimga og'aylarim ustidan kulishadi aka. Nima kuladi? Alloh kulmasa, bangalar kulaversin. Sen nogironsan deb o'zimga aytishadi. Nechinchi yilsiz? 2001 akmal aka. 2001? Ha, 2001. Ota-ona bormi? Bor Allohga shukr. Ota-onam bor. Shular mening davlatim boyligi. Qolganini yig'ishimiz. Qolgani ham qiziq bo'laversa, hayotda o'zi qiziq hali. Hayot o'zi tashqi sinovlar bilan qiziq. To'g'ri avvalo. Lekin mana shuncha yil qiynaldim. Sundan Xudo bergan ekan, chiroyli yigit ekan. Ismingiz nimadi? Avazbek. Kim? Avazbek. Oyoqchi. Oyoq endi bosib uylar atrofiga 5 kilometr yura olaman. Yo, oyoq ham Zavodskoymi? Endi oyoqda tagida yarasi bor-da. Ancha bo'lib ketdi, 15 yillar bo'lib ketdi. Doktorlar kesildi dedi. Men shunda olib borib Toshkentga doktorlar kesgandan keyin kesilgan joyi bitmaydi. Sani yeting, noz bitdi ishtimon. Hozir eshitdim. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Mening sizga aytmalarga, men sport bilan qilib beradi akajon. Nimani? Yo, men. Ya, to'xta. Kerak emas, yo, to'xta. Menga kimdir nimadir isbot shart emas, do'stim. Buni kista aytib qo'ying. Men. Bunday narsada men o'zim ko'rib turibman holatingizni. Menga yana nimani isbotlab berasiz? Endi ko'plar aboy mana qarshida aboy sotayotgan aka bor ekan. Xo'p. O'sha ehson qilayotgan ekan bir kuni akajon nima shunday ahvolga men uyimni nima qilsam ehson qiling dedi. Senga o'xshagan mashinalar ko'payib ketdi deb keyin oxiri vaziyatni uyga olib tashlab berib o'zi yolib qoladi. O'zi yolib. Yo, endi men ko'rib turibman, bir ish qilaman sizga. Akajon. Aynan. Nima akajon? Bunday. Tushundim. Do'stlar, davlat bergan nima ketadi akajon. Qarang. Bunday. Kimlarga joy ishtaman. Xo'p. Bugun qoriyalar emas bu yerda. Kecha olganda emas, bugun qoriyalar beryapman. Shunday. Qo'ldan faqat shu Tiko Matiz haydash kelamiz. Endi qimmatingizga akmal aka. Yo, qimmatni qo'ying. Men Matiz so'rayapman. Matiz ham hayda olasiz, Tiko so'rab kelasiz. Matiz ham hayda olasiz. Endi pastroq moshina bo'lsa, tushundim. shunday. Bir ish qilamiz, qarang. Gap yo'q. Emindan sizga tomosha beraman. Emindan sizga beraman. Alloh rozi bo'lsin. Chaqiraman o'zim. Chaqiraman. Telefon nomeringizni olib qolaman. Sizni bir yordamchisiz bor ekan. Hop. Sizlar ham mana anchadan beri yozdim kishi Telegramdan. Akmal akam muxlislarga telefon qilib berishim mumkin. Ko'p bizlar o'shanlarga himoyalar oxiri o'zim keldim. Ya endi ishoning ko'p kishi yozadi, narsalarni. Inglizchilik. Men noto'g'ri tushunmaysiz bu gapni aytaman. Yo'q, hammamiz tushunamiz, to'g'ri. Hammamiz tushunamiz alhamdulillah. Qarang, men Xudo beryapman sizlarga. Shunday, Alloh rozi bo'lsin. Xudo beryapti. Xudo beradi. Men hozir sizga berganim bilan men berayotganim yo'q. Xudo beryapti. Eshiting. Men bergan mashina olib sotayotgan yigitman. Bunaqaching sotayotgan yigitlar juda ko'p. Bitta Qashqadaryo emas, hamma viloyatga bor-da. Men bir kichkinagina tadbirkorman. Lekin bitta narsani o'zimga olganman shu yil. Shu yil ishlayman. Topgan pulimni, lishni topgan pulimni faqat ehson qilaman. Topgan pulimni faqat ehson qilaman. Hozir siz keldingizki, sizdan oldin kelganlar ham bor. Ularga ham va'da qilingan narsalar bor. Kimgadir 10 million pul va'da qilganman, kimgadir 5 million pul va'da qilganman, kimgadir Matiz va'da qilganman, kimgadir Spark va'da qilgan joyim ham bor. Kimgadir Tiko. Endi bitta ko'ring. Hammasini birdan qilib bera olmayman, hammalikni. Tushundingiz? Hammalikni bitta qilib berishga imkoniyatim yo'q, lekin ishlagan pulimni yig'ib men 1 million 500 ming qo'yib sotaman-ki, ishchilarimning oyligini beraman. Hamma xarajatlarimni chiqarib taylayman. Keyin foyda degan narsa bo'ladi. Foyda degan narsani olaman-da, shuni ehson qilaman. Uyimga olib kirib, men topgan pulim, foydam yig'inglar demayman. Tushundingiz? Bir yil shunday ishlayman, bir yil to'liq. Lekin olgan mashinamni ustiga pul qo'yib sotaman. O'sha pullarni yig'ib, odamlarga ehson qilaman. Tushundingizmi? Menga lishni pul kerak emas. Bitta ko'ring, men sizga mana shu keladigan oy, mart tugadi, aprel oyi, aprel oyi chaqirib, yo bir yaxshi tikocha, bo'lmasa bitta Matizcha imkon darajasida qilib beraman. Rozimisiz? Roziman, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xudodan umrni so'rab turing, hammasi zo'r bo'ladi. Ha, tushundingiz? Prava bormi? Qishloq sharoitida endi. Qishloq sharoitida. Endi ushlaganga ham endi shu yigitdan so'raman. Ko'rib turibmizki, yosh yigit ekan. Uylanish niyat bormi? Bor, Alloh. Uylaning. Avvalo. Buni Alloh nasib qilgan. Assalomu alaykum. Jannatliman degan qiz bo'lsa, tiyadi sizga yerga. Sizni xizmatingizni qilgan ayol so'roq ustov bo'lmaydi bu dunyoga. Savol-javobsiz jannatga o'tib ketadi.
tushundingiz? Beraman. Ko'nglingizni to'q qiling. Hop. Olib, nomerlarini yozib oling. Yigitlar nomeringizni yozib oladi. Aprel oyi chaqiraman. Aytganimni qilgan yigitman lekin. Og'izga qolib ketmayapsan. Aytib beraman birinlarni. Tashlamang. Sog' bo'ling. Qo'li to'g'ri Akmal aka. Mana shu yerdagi insonlarning hammalarini Alloh o'z xonasida asrasin. Avvalo shu Akmal akamni umrlariga umr, yoshlariga yosh, oilasiga tinchlik, xotirjamlik, baxt sog'lik olib kelsin. Mana shu yerda Akmal akamning yordamchilarining hammasini oilasiga sog'lik, salomatlik, ishlariga rivoj, umrlariga umr, yoshlariga yosh qo'shilsin. Farzandlarini solih va qori-qoriyalarga yetib Alloh o'zi umrini uzoq qilsin. Hammamizni bu dunyoga sinov uchun kelamiz, sinovdan ham Alloh baryoqda qabul qilsin. Ehson qilgan insonlarning ehsonini Alloh baryoqda qabul qilsin. Akmal akamning umrlari uzoq, yoshlari yosh, umrlari uzoq, mana shu martabasiga bundan Alloh bayosh barakatli. Amin. Alloh. Rahmat do'stlar. Yosh bizdan shuncha duo qilamiz. Rahmat. Alloh